Voy bolalar, nima? Sparkingga yangi mashinalar qo'shilgan? Voy, qanaqa mashina bu bolalar? Вообще yu, wow. Просто bomba-yu bu mashinalar. Voy, boru. Hammaga assalomu alaykum mollar. Sizlar bilan har doimgidek Richo Game mollar. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda sizlar bilan birga Sparking o'yinini o'ynab maza qilib tomoshaga harakat qilamiz mollar. Videomizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying mollar. Videomizga bittagina like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmanglar mollar. Qani sizlarni ko'p kuttirmasdan mollar o'yinimizni boshladik. Короче, bugun mollar обновление o'yinga yangi mashinalar qo'shilgan. Shularni bitta obzor qilib chiqamiz mollar. Undan oldin mashinalarni ko'rishdan oldin bolalar qanaqa mashina ekanligini videoni oxirida aytaman bolalar. Videoni oxirida. Ungacha bolalar o'tkazib yubormanglar videoni. Dakansa ko'ringlar bolalar. Qani go taxvoni olamizda o'yinga kirib ketamiz bolalar. Xullas o'yinga kirib olamiz mana. Yuklanmoqda. Qani hali men obnovleniyadan keyin o'yinga hali umuman kirganim yo'q. Sizlar bilan birga pul yig'ib, yangi mashinani men o'zim ko'rdim, lekin sizlarga videoni oxirida ko'rsataman bolalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar bolalar, tomosha qilinglar. Like bosish esdan chiqmasin bolalar. Grafikalar bilan chotki qilib ishlangan grafikalar bolalar. Bile. Taxo 47 million bo'lib qoldi. Mazakazi? Bolalar. Voy. Taxoni zakazi, voy, boru taxoni zakazini 200-300 millionlik zakazlarni olib tashlabdi-yu. Voy, o'ynayimga yer. No, mayli bolalar, bizga bolalar. U hech nima ta'sir qila olmaydi bizga bu narsa. Bolalar, nima qilamiz? Nima ham qilardik bolalar? Endi zakazlarni olib egalariga topshiramiz bolalar. Bolalar, qaranglar. Hozir bolalar minioni ochib ko'ramiz hozir. To'xtavering demashdi. Minioni ochib ko'ramiz bolalar. Qani, bitta ko'ramiz bolalar. Mana bu BYD yuvanab bilan ham ikkalasini yopib olganman. Menda yopiq deb. Bolalar, lekin men sotib olgandim bularni. Xullas bolalar, sizlarni ko'p kuttirmasdan videoni 2x qilib ko'ramiz. Qani go. Mana bolalar ozgincha pul yig'ilib qoldi. Endi biz nima qilamiz bolalar? Bunga mashina sotib olamizmi? Yo'q, albatta mashina sotib olishga hali erta bolalar. Biz Maybach GLS 600 da dastavka qilamiz agar. Yuvanab yopilib qolibdi bizda bolalar. Ham yopilgan 300 million. Menda ochiq edi lekin. Mana oldida ishonmasanglar migalkalari ham turgan. Video to'xtatib turib o'sha yerda ko'rib olsanglar bo'ladi bolalar. Xullas biz Maybach GLS 600 ni olamizda, o'shanda dastavka qilamiz bolalar. Tungi bolalar, videoga bitta like bosib qo'yinglar, oxirigacha ko'ringlar, videoni oxirigacha tomosha qilinglar bolalar. Oxiri juda qiziq bolalar, lekin qarab turinglar, lekin hali o'tkazib olishga shoshilmanglar bolalar. Xullas GLS 600 ni dastavka qilamiz. Hozir buni ham qancha zakaz tushadi, o'shani ko'ramiz bolalar. Unda bolalar, bu videoni ham 5x ko'ramiz bolalar unda. Qani go, zerikib qolmaysiz degan umiddaman.
Xullas, mana bolalar buyurtmani ham o'z egalariga yetkazyapmiz bolalar. Endi nima qilamiz bolalar? Hozir bizda ozguncha pul yig'ilib qoldi bolalar. Men hali ko'rganim yo'q, e'tibor ham bermadim to'g'risi bolalar. Mana shu o'yin bilan bo'lib ketib e'tibor ham bermabman pulga. Mana bolalar qimmat zakazlar bor edi bilsanglar. Taxoga maksimum 444 million berardi. O'shalarni olib tashlagan hammasini 40 million, 20 million qilib tashlagan zakazlarni. Xullas, shunaqa bolalar, shunaqa gaplar. Yangilanishda ko'p narsalarni o'zgartirib tashlabdi, lekin вообще. Prosto nima desa bo'ladi? Qiyin qilib tashlaganda endi o'yinni. To'g'ri, bir tarafdan qiyin bo'lgani ham yaxshi. Hozir hamma promokod terib, u terib sirasi ko'tarib olyapti pulni. Men o'zim hammasini bir marta o'sha bonus 777 promokoddan terganman bolalar. O'shandan keyin hech qanaqa promokod terganim yo'q, lekin ishoninglar. Bitta mana shu Maybach nechi bu 900 millionda o'sha Matizda hozir aytaman sizlarga. Matizda o'zim 702 millionmi, 703 millionmi pul yig'ganman. Keyin yana nima qilganman? O'sha bonus 777 promokodini terib turib, o'sha promokod chiqqan paytda terganman. Keyin uni nima qilganman? Kalla ishlamagan bu mashinani olaman deb, baribir hammasi bitta zakaz tushadi deganman-da. Keyin nima qilganman men? O'sha Gentra 1.5 gacha sotib olganman. Gentra 1.5 sotib olganman, u yog'ini ko'rmaganman men bolalar. U yoqdan Malibu o'sha mashinalar borligini. Keyin nima qilganman? Xo'p deganman, yurganman, xullas o'shalarga 5-6 millionlik zakazlarni olib, 15 millionlik zakazlarni olib yurganman. Keyin nima bo'lgan bolalar? Bitta Telegram kanalda o'sha videoni ko'rib qolganman. Shunaqa katta zakaz beradigan. Keyin kallam ishlab qolib, o'sha Gentra 1.5 da 900 million mana shu Maybachga pul yig'ganman keyin. 3 kunmi 4 kun tinmasdan o'ynaganman. 24 soat o'ynaganman. Bolalar soninglar o'sha Maybachga pul yig'aman deb. Keyin nima qilganman? Oxir-oqibat Maybach olganman. Maybachdan o'sha 100 million, 200 millionlik zakazlar tusha boshlaganmi? Keyin asta-asta ko'tarilib, ikkinchi mashinam Gelikmidi? Gelik olganman bolalar. 1 milliard so'mga Gelik olganman. Keyin uchinchi mashinam o'sha hamma sevgan o'zbek mashinalari Taxo bolalar. Taxoni olganman. Keyin mayda-chuyda mashinalarni ochib tashlaganman. Keyin 937 million pul yig'ib turib, mayda-chuyda emas, Malibu ochganman, Equinox ochganman, Captiva o'sha mashinalarni ochganman. Keyin yana pul yig'ib turib bolalar. Keyin qolgan mashinalarni ochganman. Xullas, shunaqa gaplar bolalar. Mana bolalar 1 milliard, yo'q, 1 trillionmi bu? Trillionmi-da, nima edi bu? 310 milliardmi nima bu? Trillion. Xullas 1 trillion pul bo'libdi. 1 trillion 130 milliard, 100 nechidir xullas. Maka. Ana sekin bolalar. Bolalar, anaqa panika qilmaysizlar, men promil bolalar lekin. Unaqa ko'ngillarga olmanglar, bu chala shopir ekan, bu tuda-suda haydashni bilmas ekan deb. Men promil lekin bolalar. Mana shu обновлениyadan keyin nima qilib tashlagan вообще-то o'yin. Men bu rulni salgina bursam ketib qoladi, yo'q bursam вообще-то burilmay qoladi. Xullas, shuni bitta to'g'rilab olish kerak-da. To'g'rilab olsa yomon ketardi lekin. Buyurtma yetkazildi. Mana 1 milliard 366 milliard, yo'q, 1 trillion 366 milliard. 29. Bolalar, menga hozir prosta pul kerak-da, hozir pul. Menga boya kelgan yangi mashinani olishim kerak bolalar. Uni pulini aytaymi sizlarga bolalar? Puli 1 milliard 1 trillion 600 milliard.
Endi so'mga qo'ls aytamiz sizlarga. O'yin pulida endi 1 trillion turadi. So'mga bir где-то o'sha mashinani originali bolalar, o'sha mashinani originali где-то 1 million dollar tursa, yo'q 1 million emas. 1 milliard tursa kerak. Aha, shunaqa gaplar bolalar. Короче, 1 milliard turadi o'sha mashina. Ozgina podskaska berib o'tib ketaymi? Mayli bolalar, sizlar uchun ozgina podskaska berib o'tib ketaman bolalar. O'sha mashina O'zbekistonda bor. Ko'p unaqa mashinalar ham bolalar. Mana 50 millionlik zakazga kelibmiz. Yaxshi bolalar, bu degani вообще dahshat u. Просто bomba bolalar. Xullas bolalar, o'sha mashina O'zbekistonda ko'p unaqa mashinadan. Ozgina podskaska. U mashina oldin hozir nechinchi yillarda chiqib boshlagan. Xullas, menimcha SSR davridan ham, yo'q, SSR davridan keyin chiqqan bo'lsa kerak, menimcha. Yana bilmadim. Hozir bolalar podskaska hozir yaqin berib qo'ysam, darrov topib qo'yasizlar-da вообще. Davay, kommentariyaga yozib ketinglar bolalar, mana shu yerda videoni to'xtatib turib, qanaqa mashina ekanligini kommentariyaga yozib ketinglar. Topgan odamga bitta promokod beraman bolalar. Topgan odamga bitta promokod mendan. Necha millionlik promokod bersam degan. Davay bolalar, birinchi topgan odamga 8 millionlik promokod berib yuboraman. Просто tak. Shundoqga. Davay bolalar, kommentariyaga videoni to'xtatib yozib ketamiz, qanaqa mashina ekanini. Qani bolalar, davay. Unda bolalar qaranglar. Sizlar zerik qolasizlar hozir, biz ko'p kat qo'yardik. Zerik qolmasligingiz uchun bolalar yana 2x yoki 5x qo'yamiz bolalar. Shuning uchun tez-tez video o'tib ketadi bolalar. Qani go. Xullas bolalar, o'sha ikkita zakazmi? O'sha bo'ldi endi. Ikkita zakazli joy qoldi endi bolalar. Yo'q, endi gaplashib o'tiramiz. Aha, qanaqa mashina deb qiziqayotganlar uchun bolalar. Davay endi videoni oxirigacha ko'rib qo'yinglar bolalar. Zalka emas, bitta video ekan. Bitta like tugmachasini tiq bosib qo'yinglar bolalar. Ekranga shunda bosib yuborsanglar, like bosiladi bolalar. Yana obuna degan joyga yoki podpisatsiya degan joyga yoki subscribe degan joyga bitta bossanglar, menga obuna bo'lasizlar bolalar. Bolalar podpishka qo'y. Endi biz ham 3 ga bo'laylik endi. 2500 ta bo'libmiz. Bolalar, hammalarga addushi rahmat bolalar. Joningiz sog' bo'lsin shunaqa podpishka qilib turganinglar uchun. Joningiz sog' bo'lsin bolalar. Shunaqa podpishkalarni ayamasdan qilganinglar uchun. Davay endi bu yoqqa ham podpishka shundoq qilib turinglar bolalar. 3000 ta bo'laylik bolalar. 3000 ta bo'lsak, xullas bundan ham dahshat kontentlarni chiqaraman, xudo xolasa. Aha, bolalar, 50 millionlik zakaz yana. Xullas shundoq oborib oborki. Mana shu yerdan bitta to'g'ri yo'l ochib qo'ysa bo'lmasmikan bu razraботchiklar bolalar. Yo'q, razraботchiklar bilan gaplashaveraymi? Do'stim, mana shundoq qilib. Endi baribir men aytganimni qilmaydi-yu, xalq agar shunga rozi bo'lsa, mana shu yerda to'g'ri yo'l ochib bering deb hamma meni gapimga qo'shilsa, yo'l ochib berishi mumkin, может быть. Xullas, bu kartadan boshqa kartalar ham qo'shish kerak edi bolalar. Mana bolalar, pul ham yig'ilib qolibdi. Xullas, o'yindan chiqamiz bolalar. Ay bolalar, kunlik bonusni ham olib qo'yamiz bolalar. Olish birinchi kun 50 million. Nimaga olinmayapti bu? Pastda qo'lga kiritish bolalar. Ana bolalar, 50 million olindi, 1 milliard, 1 trillion 635 milliard bo'ldi bolalar, promokod kerak emas hozircha. Va o'sha legendarniy mashina mana bolalar, Land Cruiser 300 bolalar. Yana bitta mashina Malibu YPX bolalar, ekranlar chiqdi mana. 0.99 dollar bu bolalar. Dollar bu 13,000 so'm bolalar. 13,000 so'm bo'ladi bu Malibu. Endi biz o'zgacha tuning qilamiz. Abisovka qora, rangi ham qora qilamiz. Migalka. Albatta qo'yamiz bolalar. Migalka qo'ymasak bu mashina bo'lmaydi bolalar. Xullas, nomer shart emas, podnomer. Qo'yamizmi bolalar? Podnomer. Yarashmas ekan.
tashlaymiz nomer, kerak emas. Bez nomer bolalar. Mana bolalar, hammasi u qancha bo'ldi? 10 video ketyapti, ketyapti. Xullas bolalar, gapni qisqa qilaman. Mana bolalar o'sha mashina legendarniy Land Cruiser 300 bolalar. Qani go o'yinga bo'lmasam, o'yinda ko'ramiz buni. Xullas o'sha Malibu 13 ming so'm bo'lar ekan bolalar. O'sha Malibuni olaymi, olmaymi, shuni o'ylab turibman bolalar. Olib turib obzor chiqarib yuborsammikan? No, ko'ramiz bolalar, ko'ramiz. Inshaalloh pulimiz bo'lsa olamiz ham bolalar. Bu salonni ko'ringlar bolalar, salonni. Voy. Просто dahshat u bolalar. Ovozini eshitinglar bolalar, gapirmasdan turaman. Ovozi o'kirib tashlayapti. Deb dinozavr чистый bolalar, dinozavr. Dinozavrdan nima farqi bor bu mashinani bolalar? Uy, yurishini qarang. Ana, bismillahdan urib qo'ydi-yu. Voy, palakat. Ana tiqilib qoldimi bu? Ha, mana. Qotib qoldi bolalar. Uzr, o'yin qisal qotib qoldi. Aha, effekt papadaniyani o'chirib qo'ymasak bo'lmaydi bolalar. Ana bolalar o'chirdik. O'chirib qo'ymasam mana shu qotib qoladi o'yin. Shuning uchun video zapis qilayotganda bo'lmaydi. Aha, bolalar buni bitta yurishini ko'ringlar. 1, 2, 3 ketdi. Buni oldin ko'tarib tortishini qaranglar. Bu mashinani voy, maxluq bu bolalar. Mana haqiqiy maxluq akalar qo'shildi o'yinga. Bolalar, akalar, opalar, ukalar, singillar. Buni arabskiy qilib qaydasalar. Bu arablarning mashinasi, o'zi ko'pincha arablar oladi. Bunaqa mashina arabskiy drift. Bolalar ketdi, arabskiy drift. Yalla deydi-yu. Shunaqa bolalar. Yalla habibi. Bolalar, вообще dahshatli. Просто bomba bolalar. Buni turishini qaranglar, bu toychoqni. Bolalar, e'tibor bermayapman. Men o'yinlarni qaranglar, bakoylargacha qilib qo'yishibdi. Voy, orqani ko'rsatadigan bakoylargacha qilishgan bolalar. Salondagi o'yinlarni qaranglar bolalar, salondagi o'yinlarni ham qilishibdi, orqasini ko'rsatadigan qilib. Ha, bolalar. Xullas bolalar, bunga yetarli deb o'ylayman. Hammalarga xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Richo Game.